Sure Ankabut tercümesi 1. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nihayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismiyle başlayayım. Elif, Lam, Mim. İnsanlar iman ettik dep koyuş bilenler sınalmay terk etilmez dep oylamdı. Uladın burun ötkenlerini biz hakikaten sınıdık. Allah imanıdır rastçılığını çokum bilidi. İmanıdır yalğançılığını mı çokum bilidi. Yaman iş kılıdığanlar bizden yani azabımızdan kıçıp kutulalaymayız dep oylamdı. Ulanın çıkargan hükmün nemi degen yaman? Kimi ki Allah'a mulakat bolışını ümit kılıdiken bilsin ki Allah'ın bununla belgilegen vakti çokum yetip kelidi. Allah bendilerinin sözlerini anlap turgucudur. Bendilerinin taşqi ve içki ahvalini bilip turgucudur. Kimi ki cihad kılıdiken onun kılgan cihadı özünün faydası üçündür. Allah hakikaten tamamı ehli cihandın bihacettir. Şübhisiz ki iman etkan ve yaxşı emellerini kıyganlarının günahlarını yok çıkırımız. Ulanı elbette kıygan emellerinin en yaxşısı bilen mükapatlayımız. İnsanni ata anasıga yaxşılık kılışkı buyurduk. Eğer ata anan seni sen bilmeydiğin nesini bana şirik keltiriş gibi zorlasa ulağı itaat kılmagın. Sile mening dergahımı qaytib barsile. Silege kılmışınlarını haber kılıman. İman etkan ve yaxşı emel kıyganlarını çokum yaxşılar qatarıga kirgizimiz. Bazı kişiler Allah'a iman ettik deydi. Allah'ın yolunda birer eziyet tassa kişiler tarafından yetken külpetni Allah'ın azabı bilen okşaş bildi. Eğer Rabbinden medet kelse biz hakikaten sile bilen billeydik deydi. Allah cihan ehlinin dillerdikini hemmeden obdan bilmemdi. Allah müminlerini çokum bildi. Münafıklarını mı çokum bildi. Kafirlar müminlerge bizning yolumuz yani dinimiz agishinglar sizlarning gunohinglarni biz üstümizga olamayız dedi. Kafirlar müminlerin günahlarından azroq mı üstüge alolmaydi. Ular hakikaten yalğançılardır. Ular özlerinin yüklerini ve onunla koşup başka yüklerini yani özlerinin günahlarını ve azdırganlarının günahlarını üstüge alıdı. Kıyamet günü ular özleri oydurup çıkan yalgan sözler için sonra tatılıdı. Biz hakikaten Nuh'ni kavmigi peygamber kılıp evettik. Nuh kavmini tevhidki davet kılıp ulanın içinde 50 yıl kem 1000 yıl turdu. Nuh aleyhisselam'ın kavmi butperest bulup onun peygamberliği için bitmedi. Ula zalim boğanlıkları yani küfürde ve gümrahlıkta çıngturup özlerine zulüm kıyganlıkları için Allah ulanı tufan balası bilen halak kıldı. Biz Nuh'ni ve kim idikilerini garık bulup yetiştin kutkuzduk. Tufanni bütün ehli cihan için ibret kıldık. İbrahim'ni mu kavmige peygamber kılıp evettik. Öz vaxtida o kavmige etti. Bir Allah'a ibadet kılınla ve onundan korkunla. Eğer bilsenla mundaq qilish sizlar üçün yaxşıdır. Allah'ını koyup butlağılı ibadet kılısılar. Butlağını öz kolunla bilen yasıp algansılar. Butlağının koludan paydı ziyan kemmeydi ve yalganlığı oydursılar. Sizlerinin Allah'ını koyup çoğunuvat kılınla yani butla sizlerge rızık verişki kadir emez. Rızıkını Allah'ın dergahiden talep kılınla. Rızık verişki fakat
Allah'ın özü qadirdir. Allah'a ibadet qılыңlar ve onunğa şükür qılыңlar. Allah'ın dergahıga qaytırılısılar. Sizler meni inkar qilsanglar, inkar qilganliqinglar bilan men qilchi ziyon yetkazolmaysizlar. Faqat o'zinglarga ziyon yetkazsizlar. Sizlardan ilgirki nurg'un ummatlarmu payg'ambarlarni inkar qilgan. Payg'ambarlarni inkar qilgan. Shuning bilan ularga Allohning azobi nozil bo'lgan. Sizlarga shunday azob nozil bo'ldi. Payg'ambarning mas'uliyati faqat Allohning əmrlərini düşünüşlük qılıb yetkizishdir. Ular, yani inkar qılğucular, Allah'ın məxluqatını dəsləbdə yoxdan qandaq barlıq keltirgenlikini, andın onu ölgəndən keyin terildirdiganlıqını kömüdümü? Bu, Allah'a hakikaten asandır. Ular bunu qandaq mı inkar qılıdı? Dəsləbdə yaratışqa qadir bolğan zat, qayta asliga keltirishga albatta qodirdir. Aytqin ki, ziminda sayr qilinglar. Allohning maxluqotini qandoq qilib, Allohning maxluqotini qandoq qilib yo'qdan bar qilganligiga qaranglar. Ondan Alloh ularni qiyomatda qayta paydo qiladi. Alloh haqiqatan hamma narsaga qodirdir. Allah xaligan odamni jazolaydi. Xaligan odamga rahmat qiladi. Qiyomatda Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Sizlar mayli ziminda bo'lsin, mayli osmonda bo'lsin, Allohning azobidan qochib qutula olmaysizlar. Sizlarga Allohdan bo'lak do'stmi yo'q, madadkormi yo'q. Allohning oyatlarini va onunğa muloqot bo'lishni, ya'ni oxiratni inkar qilganlar, ayni shular mening rahmatimdan noumid bo'ldi. Ayni shular qattiq azobga duchor bo'ldi. İbrahimning qavmining javobi. İbrahimni o'ltiringlar yoki ko'ydiringlar deyishdan iborat bo'ldi. Allah onu o'tdan qutuldirdi. Ular İbrahim aleyhisselamni o'tga tashlaganda Allah onunğa o'tni so'rin ve aman joy qilib berdi. Hakikaten buningda iymon etgan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. İbrahim aytdi: bu dunyoda butlarga cho'qinish maqsadida yig'ilishinglarning aranglardaki dostlukka sebep bo'lish uchun Allah'ını koyup butlarni ma'bud qilib oldinglar. Ondan qiyomat kuni ba'zinglarni inkar qilasizlar. Ba'zinglar la'nat o'qiysizlar. Ya'ni qiyomat kuni mazkur do'stlik dushmanlikka aylandi. Ergeçtirgüçiler ergeçküçilerden ada juda bo'ladi. Ergeçtirgüçilerge lanet okuydu. Çünkü ularning dunyodagi do'stligi Allah uchun bo'lgan emas. Sizlarning joyinglar devzaq bo'ladi. Sizlarni devzaqdan qutuldiradigan hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Lot İbrahimga iman etdi. İbrahim aytdi: men cho'qim Rabbim tarafiga hicret qilaman. Yani Allah'ın razılığını izleş yüzüden vatanımni terk etip Allah emir kılgan joyga hicret kılıp barman. Allah hakikaten g'olibdir, hikmet bilen ish qilguchidir. İbrahimga İshaqni, Yaqubni ata qildik. Yani İbrahim aleyhisselam Allah üçün qavmidan ayrılgandan keyin yaxshi farzand İshaqni berdik ve İshaqning o'g'li bo'lgan nevrisi Yaqubni berdik. Uningdan keyin payg'ambarlikni, kitobni, ya'ni samoviy kitoblarni uning avlodiga xos qildik. Dunyodagi mukofotni uningga ato qildik. Ya'ni jami dinlarda uni yaxshi nomga ega qildik.
u hakikaten ahirette yaxshi bandilardandir. Lotni qavmiga payg'ambar qilib avatdiq. Ayni vaqtda u qavmiga aytdi: sizlar hakikaten qabih ish qilyapsizlar. Sizlardan ilgari jahon ahlidan birimi bunda qabih ishni qilgan emas. Sizlar hakikaten livota qilamsizlar, yo'llarni to'sib bulangchilik qilamsizlar. Sorunlaringlarda o'p-o'chuq yomon ishlarni qilaveramsizlar. Uning qavmining javobi: agar sen rostchilardan bo'lsang, bizga Allohning azobini keltirgin deyishdan iborat bo'ldi. Lot: Rabbim, buzg'unchi qavmga qarshi menga yordam bergin. Ya'ni ularni halok qilib menga yordam bergin. Ular buzg'unchi ahmoqlar bo'lib, ularning tuzilishi umid qilinmaydi. Ular gumrohlikqa, buzg'unchilikqa cho'mib ketgan dedi. Elçilerimiz, yani periştiler, İbrahim'ga farzand berilishdan ibaret hoş xabar ilip kelgan çağda, ular biz bu şehir ahalısini çoxum halak qilamiz. Onun ahalisi hakikaten zalim idi dedi. İbrahim: u şehirde Lot bağı, yani Lot'a o'xshash bir yaxshi payg'ambar turayotgan shahar aholisini qandoqmi halok qilsizlar dedi. Farishtalar aytdi: bu shaharda bor kishilarni biz, yani Lotni va uningga ergashgan mu'minlarni obdan bilamiz. Uni va uning ayolidan boshqa kishilarni albatta qutuldiramiz. Faqat ayoli kufrida qavmiga ham nafas bo'lganligi uchun qilib halok bo'lg'uchilardan bo'ladi. Bizning elchilarimiz Lotga kelgan chaqda Lot ularni qo'g'dab qololmaydiganligidan ansirab qayg'urdi va yuragi siqildi. Ular aytdi: sen qo'rqmagin va qayg'urmagin. Biz çoxum seni ve ayolingdan böyle kishilaringni çoxum qutuldiramiz. Fakat u qilib halok bo'lg'uchilardan bo'ladi. Bu shaharning aholisi Allohning itoatidan chiqqanliklari uchun ularga biz çoxum osmondan azob tushiramiz. Tushunadigan qavm uchun ibrat qilib, uningdan, yani shahar xarobisining izlaridan ro'shan nishonni haqiqatan qoldirdik. Madyan aholisiga ularning qarindishi Shuaybni payg'ambar qilib avatdik. Shuayb: ey qavmim, bir Allohga ibodat qilinglar, oxirat kunidan qo'rqinglar. Yer yuzida buzg'unchilik qilib fitna fasod termanglar dedi. Ular Shuaybni inkor qildi. Shuning bilan ular qattiq zilzila yuzlandi-da, ular uylarida o'ltirgan peti qetib qolishdi. Adni va Samudni halok qildik. Ey ahli Makka, sizlarga haqiqatan ularning Hijozdagi, Yamandagi turalg'i joylaridan ularning halok bo'lganligi ma'lum bo'ldi. Şeytan ularga kufrdan va gunohlardan iborat amallarni chiroyli ko'rsatdi. Ularni to'g'ri yo'ldan to'sdi. Ular aql egilar edi, lekin ular takabburlik yuzidan aqlni joyida ishlatolmadi. Dünya depnisin nurg'un Qarunni, Firavunni ve onun zulümde yardımcı bo'lgan vaziri Hamanni halok qildik. Shubhisizki Musa ularga ro'shan mo'jizalarni ilib keldi. Ular zaminda cho'ngchilik qildi. Ya'ni Allohga ibodat qilishdan, payg'ambarga itoat qilishdan bo'yin tovliq qildi. Ular azobimizdan qochib ketolmaydi.
Bu günahkarlarning her birini günahı tüpeylidən cəzalıdıq. Ularning ba'zisiga tosh yog'dirdik. Ularning ba'zisini qattiq ovoz halok qildi. Ularning ba'zisini mal mulki bilan qo'shib yerga yutqizdik. Ularning ba'zisini suvda g'arq qildik. Allah ularga zulm qilmadi, lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Allah'ını qo'yib boshqa narsalarni ma'bud qilib olganlarning misoli uy yasagan o'ymichikning misoliga o'xshaydi. Ya'ni o'ymichikning uyi uni issiq sovuqdan qo'g'diy olmagandek, ularning cho'qinayotganlarimi ularga hech qanday foyda ziyon yetkazolmaydi. Uylarning eng ojizi o'ymichikning uyidir. Agar ular bu haqiqatni bilsa edi, Allah'tan başqaga çoqunmaydı. Ular Allah'ın taşlab ibadet qılıbatqan nəsini obdan bilidir. Allah g'olibdir, hikmet bilen iş qılğıcıdır. Biz insanlara Kur'an'da ularning zihniga yaqinlashtirish uchun bayan qilgan bu temsillerini fakat ilim egillerine düşüneliydi. Allah osmanlarni ve zeminni hak yarattı. Hakikaten bunun da müminler için Allah'ın birlikini gösterdiğin delil var. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana vahiy kılıngan kitapni, yani Kur'an'ni tilavet kıygın, namazını ta'dil erkan bilen okuyun. Namaz hakikaten kabih işladın ve günahladın tosudur. Allah'ını yad etiş hemmedin, yani onundan başka hemme ibadetin uluğdur. Allah kılıvatkan hemme işinlerini bilip durgucudur. Ehli kitap bilen fakat en çıraylık revişte münazirleşinler. Ularning içideki zulüm kılgıçılar, yani sizlarga karşı uruş kılgıçılar ve fidye berishdan baş taqıçılar buningdan müstesna. Aytinglar ki, bizga nazil qilingan kitapqa ve sizlarga nazil qilingan kitapqa iman etdik. Sizlarning ilahinglar ve bizning ilahimiz birdir. Biz Allah'a boysunğucularımız. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, şuningdek, yani senden ilgirkilerge kitap nazil qilgandek, sana mu kitap, yani Kur'an nazil qildik. Biz kitap berganlar, yani Yahudiler, Nasaralardan Kur'an'a işinadiganlar bor. Bulardan, yani Mekke ahalisidan mu Kur'an'a işinadiganlar bor. Bizning oyatlarimizni faqat kafirlarla inkar qiladi. Ilgari sen kitap o'qishni bilmayding. Xat yozishni bilmayding. Bu borada sen kitap o'qigan, xat yozadigan bo'lsang, u chaqda haq qarshi turg'uchilar cho'qim gumonlanadi. Undaq emas. Yani iş zalimlar guman qilgandek emas. Kur'an ilim berilganlarning ko'ngillarida saqlangan ro'shan oyatlardir. Bizning oyatlarimizni faqat zalimlar inkar qiladi. Ular nemishqa uningga Rabbidan mo'jizalar nazil qilinmaydi dedi. Aytqinki, mo'jizalar hakikaten Allah'ın dergahidir. Mening qo'limda agahlandırıcı, mening qo'limda emasdir. Men faqat oshkori agahlandırıcıman. Bizning ularga tilovat qilinib turadigan kitobni sana nazil qilganligimiz ularga mo'jiza bo'lishga kifoya qilmadimi? Bu kitobda iymon etgan qavm uchun shak shubhasiz rahmat ve vaz nasihat bor. Aytqinki,
men bilan sizlarning oranglarda mening rost payg'ambar ekanligimga guvoh bo'lishga Alloh kifoyadir. Allah osmonlardagi va zimindagi hammani bilib turg'uchidir. Hammani bilib turdi. Batılga ishongan, Allohni inkor qilgan odamlar ziyon tortqichilardir. Ular senden azapning chapsan kelishini talab qiladi. Allah ularning halok bo'lishining muayyan vaqtini belgilamagan bo'lsa edi, ularga azap albatta ular talab qilgan vaqtda keladi. Ular azap cho'qim, ular xabarsiz holatda turganda ushtum tut keladi. Ular senden azapning tez kelishini talab qiladi. Shek shubhisizki cehennem kıyamet günü kafirlarını qorshab turg'uchidir. U kunda azap ularni üstillerinden, ayaklarının astıdan urib oladi. Allah ularga dunyoda qilgan amallarыңlarning jazosini tetinglar deydi. Ey mu'min bandilarim, mening ziminim haqiqatan kengdir. Manga ibodat qilinglar. Her bir jandar ölümning ta'min tetig'ichidir. Ondan bizning dargohimizga qaytirilisizlar. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilarni jannatning ostidan o'stanglar eqib turadigan oliy joylarga o'rinlashtiramiz. U yerlarda ular mangu qoladi. Yaxshi amallarni qilguvchilarga beriladigan mukofot nima degan yaxshi? Nurg'un hayvonlar o'z rizqini ustiga ololmaydi. Ya'ni o'z rizqini tepib yeyishdan ojizdir. Ularni va sizlarni Alloh rizqlandirdi. Alloh so'zinglarni anglab turg'uchidir, ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Agar sen ulardan osmonlarni va zaminni kim yaratdi, kunni va oyni kim bandilarning manfaati uchun bo'ysundirdi deb so'rasang, ular cho'qim Alloh deb javob berdi. Ular qandaqmi Allohning ibodatidan bosh tortdi? Allah bandilardan qaysi odamning rizqini keng qilmoqchi bo'ladigan, uni keng qiladi. Qaysi bandisining rizqini tar qilmoqchi bo'ladigan, uni tar qiladi. Allah haqiqatan hamma narsani bilib turg'uchidir. Agar sen ulardan bulutdan yomg'ir suyini tushirib, uning bilan o'lgan zaminni terildirgan kim deb so'rasang, ular cho'qim Alloh deb javob berdi. Aytqinki, sizlarga qarshi pakitlab bo'lganlikdan jimi hamda sana Alloh xosdir. Ammo ularning to'lisi bu so'zlarni bu so'zlardagi ziddiyatni tushunmaydi. Dünya terikçiligideki fakat oyun külke, dünya terikçiligi fakat oyun külke ve gafletin ibarettir. Şüphesiz ki ahiret yurti hakiki hayat yurtudur. Eğer ular bilseydi bu o dünyadan artık görmekti. Ular bəgən nimetimiz, yani denizden ular kemiga çıkıp g'arq bo'lishdan qo'rqqan chaqlarida Allah'a kamali ixlos bilan iltijo qildi. Allah ularni aman esen quruqlikqa chiqargan chaqda balo qazodan qutuldirgan Allah'ni unutib to'satdan Allah'a sherik keltirdi. Qutuldirganligimizga noshukirlik qilib boqsin, qolgan umrlardan bahriman bo'lsin. Bular ishning oqibatini kelgisini bildi. Ular, yani müşriklar ko'mamdiki, biz haramni aman joy qildik. Halbuki ularning atrofidagi kishilar asir ilinyotidi va o'ltirilyotidi. Ular batilga ishonib Allohning ne'matini inkor qilamdi.
Allohga yolg'onni choplagan yoki haq kelganda uni inkor qilgan odamdanmi zolim odam bormi? Cehennemde kafirlarga joy yo'qmidi? Albatta bor. Biz uchun kurash qilganlarni albatta yo'limizga yetaklaymiz. Allah hakikaten yaxshi ish qilguvchilar bilan birgadir.